Sirdaryo viloyatidagi yagona bo'lgan moshin bozorini xudo xolasa sizlar bilan obzor qilib chiqamiz. Bugun 2026-yil 14-fevral sanasi bilan avtomobillarning narxlarini tanishib chiqamiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin, biz kuzatishda davom eting. Joyida avtosavdo doimgidek Sirdaryo viloyatidagi yagona bo'lgan moshin bozorining obzorini tashkillashtiradi sizlar uchun. Biz kuzatishda davom eting. Birinchi o'rinda narxlar bilan tanishadigan bo'lsak, o'rtoqlar, bir dona yengil avtomobil va mikroavtobuslar uchun 40 ming so'mdan, yuk avtomashinalar, avtobuslar, traktorlar va boshqa yuk ko'taruvchi transport vositalari bir donasi uchun 45 ming so'mdan. Soat belgilanmagan, qo'yasiz 1 sutka davomida amal qiladi. Mototsikl, motoruller va mopedlarga bir donasiga 20 ming so'mdan, tirkamalarga ko'rishingiz mumkin 30 ming so'mdan, velosipedlarga esa 10 ming so'mdan. Mirzacho'l moshin bozori mana shu narxlarda. Demak, bozorda ham boshlab oldik, xudo xolasa trekkerdan boshlaveramiz ekan. Akamiz xudo xolasa sotilyapti deyapti. Ma'lumotni aytaverasiz. 2019 ekan yili. 50 ming xalot bilan. 50 ming yurib qo'yibdi akalar. Propan gazi bilan. Propan gazlari bilan. Holat qanday kraskalar? Kraska top-toza. Toza, tiniq, ha? Qancha? 12 ming kami bor kelishdi. 12 ming kami bor ekan. Kelishda beriladi akalar mana. Bir aylantirib ko'rsatib chiqamiz trekkerimizni. Ko'pchilik o'tgan galgi videomizda aylantirib avtomobilni ko'rsating deyishdi. Avtomobilimiz toza deyapti, tiniq. Yili 2019, 50 ming probeg ekan, halol ekan. 12 ming deyapti. Hozir o'tib berar ekan, propanlari bor ekan. Salon holatlari trekkerimizni qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Hozir telefon raqamlarini aytaveramiz. Telefon raqami aytavering aka. 94lik 164 11 14. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini aytdik. Joningiz omon bo'lsin. Centram sotilyaptimi aka? Egasi yo'q. Tog'am xudo xolasa mana Sparkchani sotaman deyapti-ku. Tog'a qancha deyapsiz endi buni? 5 ming so'rayapsiz. 5 ming so'rayapsiz. Hozir o'tib berasiz. Demak, ma'lumotdan bir sizlar aytavering, yil necha ekan buni? 2014-yil. 2014 ekan yili. 268 yurgan. 268 ming yurgan. Kraska holatlar qanday? Bir ikki joyda ilgari bor. Fitnosi bor. Kraskasi bor ekan. Nima bor? Ha, zo'r. Katta motormi bu? Katta motormi? Motor kattami? Katta motor. Katta motor. Gaz o'rnatilganmi? O'rnatilgan. Metan, ha? Xudo xolasa. Nech pul deyapsiz, tog'a? 5 ming so'rayapti. 5 ming. Kelishtirib beramiz. Hozir o'tib berasiz, xudo xolasa. Beramiz. 200 dollar nimasiga o'tib beramiz. Gapi. Telefon raqami ayting. 88lik 88lik 275 275 1959. 1959. Bir sizlar yana boshdan aytaveramiz. Yili 2014. 2014. 200 ming qancha yurgan? 268 ming. 268 ming yurgan. Kraskasi ozgina joyda bor ekan. Ha, metan o'rnatilgan. Katta motor ekan. Mexanika, zo'r. Zo'r. Aloqaga chiqishadi xudo xolasa. Kimimiz sotilyapti xudo xolasa, ma'lumotlarni egalaridan so'raveramiz. Yil necha ekan aka? 2015. 2015 ekan, ha? Qancha yurib qo'yibdi? 109 ming yurib qo'ygan, ha? Qanday motor buni? Bo'yimi yaxshi. Kraska holatlar. Ikkita eshikda bor. Ikkita eshikda bor, o'ng tomonda. Zo'r. Xudo xolasa gazlari bormi? Qolgan hamma joy butun deyapti. Kraskalari faqat mana shu tomonda ekan. Salonlarni ko'rsatamiz. Salonlar ham ideal holatda. Nech pul deyapsiz endi, tog'a? 6 ming so'rayapsiz, xudo xolasa. O'tib berasiz hozirgina? Xudo xolasa, telefon raqam qoldiraylik. 91lik 505 53 55. Qayer mashinasi? Shirindiki. Shirindiki. Xudo xolasa aloqa chiqishadi akajon, joningiz sog' bo'lsin. Nexi 2mizni ko'proq ko'rsatyapmiz, chunki ko'pchilik Nexi 2 so'ragandi. Mana Nexi 2miz yana bittasi. Akamizdan ma'lumotlar so'raveramiz. Ma'lumotlar aytavering aka. Assalomu alaykum. 2014 a? Aha, qancha yurib qo'yibdi? 252 ming yurib qo'yibdi, ha? Gazlari bor. Krilo kapotida ozgina kraskasi bor ekan, ha? Gazlari bor deyapsiz. Qancha deyapsiz? 4700. Motor qanday? 1.6? Super konditsioner. Zo'r. O'tib berasizmi hozirgina 4700 dan? Telefon raqam. 94lik 910 95 15 a? Bo'ldi. Xudo xolasa aloqa chiqishadi akajon. Rahmat. Nexi 2miz ko'rishlaring mumkin. 4700 deyapti akamiz. Ozgina kelishtirib berar ekan. Mana aylantirib ko'rsatinglar dedi. Krilo kapot ozgina kraskasi bor deyapti. Bo'ldi. Spark sotilyapti, xudo xolasa akalar. Yili 2019-20 ekan. Ko'rishlaring mumkin. Ma'lumotlarini probegiga 140 ming, summasi 6800 deyapti ekan. Gazlari bormi, tog'a? Ha? Propan gazlari bor. Mexanikami? Salonlar ko'rishingiz mumkin. Shunqa qilingan ekan. Holati yaxshi ekan akalar.
Hamma tomon sakkiz. Hamma tomoni zo'r ekan. 6800 deyapsiz, ha? Kelishadi. Ozga o'tib berasizlar, xudo xolasa. Zo'r, zo'r. Katta motori? Katta motori? Ha, joningiz sog' bo'lsin. Telefon raqamlari aytaveramiz, 70lik ekan, shumi? Xudo xolasa mana telefon raqamlari 70lik 019 43 94. Qayer mashinasi, tog'a? Gulistondagi ekan, xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Charchamanglar, tog'a. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, sotildimi, xudo xolasa? Qancha baraka bo'ldi? 44. 44 millionga. Zo'r. Yil necha ekan? 13 qancha yuribdi? 4 kun yuribdi. 13 ekan. 44 millionga baraka bo'libdi. Aka, o'tkazar Damasimiz nima bo'ldi? Baraka bo'lib ketdimi? Damasini qo'yib berdik aka mahallada. Aka, assalomu alaykum. Joyida avtosavdoga mingdan ming rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Zariladi. O'sha kuni ko'rdingiz, onamni o'zi ahvoli. Shunday. Shlankalari solib o'tib turibdi. Joningiz sog' bo'lsin. Ilojsiz 6000 bo'lishi deb qo'ygan bir odam kelibdi, sunnatiga xayriga degani uchun $100 o'tib o'sha odamga beryapman, pul zarligidan beryapman. Biz orqali chiqishdimi aka? Siz orqali chiqdi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Sizdan avval rozi bo'lsin. Sog' bo'ling akajon. Xizmatdamiz aka, xalq xizmatida. Joningiz sog' bo'lsin. Katta foyda bo'lmadi-yu, lekin Joningiz sog' bo'lsin. zaril bo'lgani uchun foyda ko'ringan. Srochniga zo'r ketdi deng. Joningiz sog' bo'lsin akajon. Salomat bo'ling. Akamiz mana Damas ketgandan keyin jentralarni qo'ymoqchi ekan. Ma'lumotlarni so'raveramiz. Jentramiz qanday ekan? Yillari qanday? Gentra 2020-yil. 2020 ekan. 20. Kraskasi top toza. 40000 probeg. 40 ming benzinda. Benzinda. Ha. Probegini tekshirtiradi. Bo'lgan savdodan agar yolg'on chiqsa $300 chopamiz. Kraska gap chiqsa petno chiqsa ham yumaloqcha kichkina tuxumday. Undan ham bo'lgan savdodan 300 dan chopamiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Yil necha dedingiz? 20 yili. 20 gap yo'q, zo'r akajon. Kiraym nomida. Ana shu spravkalar, ana qog'ozlar o'sha. Mexanika? Ha. Zo'r. Mexanikasi. Gap yo'q. Qancha deyapmiz endi? Bular joyi 9,5 ga beraveramiz. 9,5 beraverasiz, xudo xolasa. Zo'r aka, ideal ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Top toza tekshirib ko'rib olaveramiz. Orqalarida Bir ko'rsataveramiz, hech bo'l. narsasi yechilmagan. Bir elektrik, bir samaraga yetmagan. Lekin tiniq ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin tiniq ekan aka. Gap yo'q. Telefon raqam qoldiraylik aka. Mana orqalari ham aka. Mana. Zo'r aka. Telefon raqam qoldiraylik. 77lik 025 025 90 96. 90 96. Xudo xolasa. Azizning mashinasi. Xudo xolasa aloqa chiqishadi akajon. Joningiz sog' bo'lsin aka, salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Charchamang. Cobalt'imiz sotilyapti ekan, xudo xolasa 2019 yili. Qolgan ma'lumotlarni bir sizlar akajon. 400 ming yurgan. 400 ming yurib qo'yibdi ana. Aha. Krilo kapota kraska. Aha. 4-pokoleniya gazi bor, 4 yumshoq balon, chiqol poliga tayyor. 7800 bo'lsa beraveramiz. Buni Cobalt oladigan obunachilaringiz biladi. Tozalari 200 ming yurgan atrofidagilar 9000 narx. Kraskasiga, probegiga $1000, $1200 o'tib beramiz. O'tib berib turibdi. Gap 7800 ga berib yuboriladi. 708 dan siljimaydi. Yo'q, oxiri ana Taqalgan. 8000 deb o'tirmadi. Bo'ldi, tushunarli. 7800 naqdga Tushunarli. Zo'r akajon. Telefon raqam 95likmi? 110 22 30. 95lik 110 22 31. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Gap yo'q. Obunachilaringizga. Joningiz omon bo'lsa, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa Nexus 2 sotilyapti-ku, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'pchilik Nexus 2 so'raydi. Mana Nexus 2 miz. Yil necha ekan? 2009 ekan yili. Sons gibrid ekan. Yaxshi. Holat ideal. Da. O'zim ham haydab yuribman. Ha, kraska holatlar qanday? Kraskalari bor. Ozgina chaqachqasi bor, ha? Demak, gazlari bor. Bor. Zo'r. Holati zo'r, motorlar shumi yo'q. Tiniq ishlash. Yoqib ham O'zingiz bemalol haydab yuribsiz hozir, to'g'rimi? Necha pul deyapsiz endi? 4.2 deyapsiz. 4.2 ga berasiz. Xudo xolasa. Ozgina o'tasiz? Ozgina o'tib beradi, gap yo'q. Zo'r, o'tib beradi ekanlar. Yurgan qancha dedingiz? Yurgan qancha dedingiz? 351 ming. 351 ming yurib qo'yibdi akalar. Salon holatini ko'rishlaring mumkin. Zo'r, ideal ekan lekin gap yo'q. Zo'r. Eshiklarni yana ham yumshoq qilish uchun sapan nimalar qo'yib Ha, eshik yopilishlari zo'r, yumshoq. zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Chiroyli ekan, gap yo'q. Telefon raqami aytaveramiz. 91lik 91lik 101 95 97. Xudo xolasa aloqa chiqishadi aka. Joningiz sog' bo'lsin. X2 miz sotilyapti. Yana bir X2 dan ko'rsataveramiz. Xudo xolasa. Ma'lumotni aytib olay aka, yil necha ekan? 16 ekan yili. 16. Super konditsioner 16. 251 ming yurib qo'yibdi. Kraska holatlar qanday ekan akalar? Ozgina fitnosi bor, bitta. Bu zo'r, gap yo'q. Joyida akajon, joyida aka. Gazlari bor, temalari zo'r. Necha pul deyapsiz aka? 5800 1 2 so'm o'tib berar ekan akalarimiz. Joningiz sog' bo'lsin, ichdan ko'rsataveramiz. Holati zo'r ekan lekin akalar, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. 508 ozgina o'tib berar ekan akalarimiz, gazlari bor ekan, bitta joyda fitnosi bor ekan, qolgani top toza. Yili necha dedingiz aka? 16, xudo xolasa. Zo'r. Xudo xolasa. Telefon raqami aytib boring aka. 94lik 94lik 581 41 48. Xudo xolasa aloqa chiqishadi aka. Jentramizdan sotilyapti ekan. Akalarimiz yilini so'raveramiz ma'lumotlarini. 20 ekan yili. 92 ming yurib qo'yibdi, gazlari bor. Xudo xolasa. Kraska holatlar qanday aka? Ozgina kalinkachasidan bitnochasi bor ekan, xudo xolasa. Demak, qancha deyapsiz endi? 10,5 deyapsiz. Avtomat ekan, xudo xolasa.
Ozga o'tib berasizmi? 92 ming yurgan ekan. Avtomat salon holatlarini ko'rishlaring mumkin. Start stopda temalari zo'r. Gazlari bor. Muammo xudo xolasa. 10,5 ozga o'tib beramiz deyat akamiz. Telefon raqam qoldiraylik aka. 94lik 161 15 15. Xudo xolasa aloqa chiqishadi akajon. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'l, joningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin akalar. Charchamanglar. Yurishmaydi. Gentra sotilyapti. Gentra qiziqqanlarga ma'lumotlar so'raveramiz. Aka ma'lumot aytaverasiz yili? 2022 oxiri dekabr. 22 dekabr ekan, xudo xolasa, ma'lumotlari qancha yurib qo'yibdi? 115 ming yurib qo'yibdi. Kraska holatlar. Top-toza, tiniq, gap bo'lishi mumkin emas. Gazlari bor. Metallari. Biz ichini ko'rsataveramiz, qani bitta. Va akamiz rosa ishlov beribdi-yu. Ishlovni zo'r berib qo'yibdi lekin. Nech pul deyapsiz aka endi? 11 ming? 11 ming deyapti akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Gentramiz ideal ekan lekin. Top-toza, tiniq ekan. Gap bo'lishi mumkin. Telefon raqam 95lik 015 91 91. Xudo xolasa aloqa chiqishadi. Joningiz omon bo'lsin. Mana aylanib bir ko'rsataveramiz biz sizlarga. Holatlari yaxshi mana. Aloqa chiqaverasizlar. Akalar mana baraka bo'lyapti, xudo xolasa. Captiva mana baraka bo'lyapti, xudo xolasa. Qancha bo'lyapti, baraka bo'lyapti? Bu yeringda haydasa boshqa mehmon haydadi. Sancha deb qiziqishga binaman deb aytdim, tog'a. 7 ga beraman deyapti ekan tog'amiz. 7 ga beraman deyapti ekan. Baraka bo'ladimikan, qani yo'qmi ko'ramiz. Captivamiz. Yil nechida ekan akalar? Yil 11 ekan, a? Zo'r aka. 7 ga so'rayapti. 7 ga bermayapti ekan. Bo'ladigan demaysiz. Yo, saniyman. Gap so'z bo'lsin. Tog'a, mana, hop. Sizdan qattiqlik qilmay, men yuraman mana. 6700 bo'ldi, barakat. Rozimisiz? Xursandchilik bilan. 6-7 ga so'rayapti ana. Bo'lar deb so'radik, bo'lar. 6-7 ga so'rayapti. Bozor ko'p, tog'a. Dangal ayt. Bo'lar dangal. Men haq emasman. Nexik so'raganlarga hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Yil nechidaysiz tog'a? 10 ekan yili. Qancha yurib qo'yibdi dedingiz? 159 ming yuribdi qaranglar. Hech qancha joy yurmagan. Faqat o'yish qaydagansiz-da, ishga borgan kelgansiz. Temasi faqat shu bo'lgan, gap bo'lishi mumkin emas. Kraska holati, kraskalar. 10 kiloda ozgina bor ekan. Krilo kapotda ozgina bor ekan. Demak, gazlari bor, a? Zo'r, salonlar ko'rsatamiz. Nech pul deyapsiz tog'a? 5,5 deyapsiz, a? 5,5 so'rayapti mana akalar. 5,5 so'rayapti. Ozga o'tib berasiz. Telefon raqam tog'a? 99lik 943 47 77. Xudo xolasa aloqa chiqishadi tog'a, charchamang. Nexikimiz arzonchiroq, xudo xolasa ma'lumotlarni so'raveramiz. Yil necha ekan tog'a? 2015. 2015 ekan. 1.6, xudo xolasa. Zo'r. Demak, konditsioner qanday temalar? Konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q. Demak, kraska holatlar. Kraska holat orqasida bor. Orqasida ozgina kraskasi bor. Kraska bagajlar bor. Gazlari bor. Gazlar bor, hamma narsa. Qancha yurib qo'ygan? 300. 300 yuribdi. Balonlar yangi. Necha pulga beraman deyapsiz endi? Oladigan odam bo'lsa, shu 308 larga beraman. Naqqa sanaverasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Telefon raqamini qoldiraylik. 99lik 99lik 597 597 71 81. 71 81. Xudo xolasa aloqa chiqasizlar, bir sizlarga aylantirib ko'rsataveramiz. Ichlarni ko'rishlaring mumkin. 308 ga beraveraman deyapti tog'amiz. Gazlari bor, hammasi joy-joyida ekan. Akalarimiz hal baraka qilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. 7 ga beraman deyapti. Taqib turyapti 7 ga lekin Captivani. Hozir boramiz yana. Yo, mayli, Allohga tavakkal. Tavakkalga. Rozimisiz? Qanchaga baraka bo'pti? 6800 ga baraka bo'pti ana, xudo xolasa. Captivamiz 2011 ekan yili. 6800 ga 2011. Captivamiz baraka bo'ldi. Arzonchiroq demaga o'tamiz akalarimiz uchun, maxsus so'raganlar uchun. Nech pul deyapsiz endi aka buni? Yil nechi edi buni? 2000 ga beraman deyapsiz. 98 yili. Gazlari bor. Balonlari yangi ekan. Akalar olib minadigan joy. Tayland ko'rsataveramiz biz sizlarga.
2000 ga beraman deyapsiz, xudo xolasa. Ozga o'tasizmi? Ozga o'tib berasiz. Telefon raqam. Ha? Telefon raqam. 97 lik. 97lik 277 277 27 37. 37. Qayer mashinasi? Guliston. Guliston. Xudo xolasa aloqa chiqishadi, tog'a. Charchamang. Nexia 2 sotilyapti, xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ma'lumotlarni bir sizga aytaveramiz. 1.5 xudo xolasa. 2013 ekan yili. Kraskalar toza. Ikkinchi qo'l ekan akamiz, gazlari bor. Zo'r, kraskalar toza deyapti. Qancha yurib qo'yibdi? 195 ming yurib qo'yibdi. Ikkinchi qo'lsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Aka, holati zo'r ekan lekin. Nech pul deyapsiz endi? 5.5 so'rayapsiz. Beradiganingiz qancha? 5 larga chamalasangiz bo'ladimi? Ha? 5 lara, xudo xolasa. Telefon raqam 88 lik 340 95 97. Xudo xolasa aloqa chiqadi. Qayer mashinasi? Sirdaryo mashinasi ekan. Xudo xolasa aloqa chiqadi akalar. Jigullarni sotaverayapti akalarimiz, mana xudo xolasa. Nech pul deyapsiz endi aka? Holat qanday? Bir sizga ma'lumotlar aytavering. 95 ekan yil akalar. 22 million deyapsiz, kam bor. 22 million deyapti akalar, kam bor ekan. 17-18 ga uraverasizmi yo'qmi? 18 Dangal zo'rasi. 18 ning tepasiga, 18 ning pastga umuman tushmaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Telefon raqam 90 lik 90 lik 152 38 18. 38 18. Xudo xolasa aloqa chiqishadi, gazlari bor. Motor holatlar, Hammasi xatolar. hadoylari zo'r, benzinda ham yurar ekan. Bitta ichini ko'rsataveramiz salonni. 18 dan pastiga bir sizra siljinman deyapti akamiz. 18 millionga ozgina qo'shsalar, mana bitta jigulchalik bo'lasizlar. Orqalarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Akalar ko'rishlaring mumkin, mashinamiz sotilyapti, xudo xolasa ma'lumotdan so'raveramiz. Ma'lumotdan bir sizra aytib o'tasiz. Ma'lumot aka 2022 aka. 22 ekan. Aha. 135 ming yurgan aka. 135 ming yurib qo'yibdi, ha? Mashina 100% shuncha aka. 100% shunga ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Xotirjam bilingan aka. Zo'r Salondan chiqqanda der aka, hech kim olmagan, o'zim chiqarib o'zingizniki birinchi qo'l, xudo xolasa. Gazlari bormi? 90 talik propan 95 talik propani bor aka. 95 talik propani bor ekan, toza ekan. 800 kilometrda. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r ekan, lekin ideal ekan. Qancha yurgan dedingiz? 135 ming. 135 ming yurib qo'yibdi. Nech pul deyapsiz endi? Aka 11 ming deyapsiz aka. Dehqon bo'lsa aka, Berasiz. bo'lsa kelishib chiroyli qilib beramiz. 11 ming deb so'rayapti-ku, kelishda bergan chiroyli qilib. Telefon raqam 91 lik aka. 91 lik 198 198 1200. Balonlarni almashtirib 1200. 1200. Balonlar yangi holatda aka. Ko'rishlaring mumkin. Propanlar olib qo'ygan 95 talik mana xudo xolasa. Zo'r aka, gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa aloqa chiqishadi akajon. Joningiz sog' bo'lsin. Oktyabrda ko'pchilik kuzatyapti. Qani ko'raylikchi, ma'lumotdan so'rab olaylik. Kimdan ekan akalar bu? Sizdanmi aka? Qo'yilib olaylik. Aka ular boshqa, biz boshqa aka. Tirikchilik boshqa akajon. Ma'lumotni aytaverasizlarmi? Kimdan ekan bu endi? Akamiz telefonda gaplashib olsin. Xudo xolasa ma'lumotdan so'raveramiz. Ungacha bir sizga aylanib ko'rsatib turamiz. Nexia bir holatda yaxshi, o'rtacha holatda. Gazlari bormi aka? Gazlari bor ekan. Nech pul deyapti endi? Aka nech pul deyapmiz? 3200 deyapmiz, xudo xolasa. Ma'lumotlarni bir sizga aytavering. Yili 2007 ekan. Kraska holatda qanday? Kraskasi bor. Bor, baribir, gazlari bor, ha? Qancha yurib qo'yibdi? 300 ming yurgan. Zo'r. Qancha deyapmiz endi? Oxiri o'tasiz. Zo'r, telefon raqam 99 lik 99 lik 119 119 89 51. 8951. Xudo xolasa aloqa chiqishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Yana bir baraka bo'lyapti, xudo xolasa. Mana shu bolalar bilaman deb 18 damizda. Ha? Qaysi mashina baraka bo'lyapti? Damas baraka bo'lyapti, xudo xolasa. Qancha so'rayapsiz? Bolaga sensatsion bo'ldi, Damas. 25 qilayotganda 27 naq, 28 nasiya. Qaysi ma'qul? Nasiyami naqmi? Naqi ma'qul, naqiga bering mana. Naqi kamda. Aka chotga bo'lyapti, bersin shuni. Qarang, mana chiqyapti. Zafar, rahmat. 27 million naqd pulni oling, bo'lmaraga xursandchilik. Albora. Yo, bering. Mana shu bola berib yuboradi hozir. Qancha bor ekan, tog'a? Qancha deyapsiz? Qancha deyapti, tog'a? Zo'r bo'lyapti. Siz qancha deyapsiz, tog'a? Qancha deyapsiz? Zo'r. Bosing, tog'a. Yilni ham ayting, yilni ham ayting. Mashina tayyor. Zo'r. Jangni davom ettiring, tog'a. Jangni davom ettiring, tog'a. Yo, balaka. Balaka yer bo'lsa, o'zim uchun qo'shaman. Lekin unaqa beradi. Balaka nima? Bunday-da. Balaka mana. Osan halol ana. Damasimiz mana, xudo xolasa. Baraka bo'layotgan shu damasimiz. Damas baraka bo'lyapti, xudo xolasa. 35 deyapti, so'rayapti, 35 millionga. 27 million bermoqchi bo'lyapti.
27,5 bo'lsa, aka mana shu bola mana qo'lini barakasini bering. Xursandchilik bilan o'ying aka. 28, 27 mana bu dehqonni o'zi mana. Dehqonni o'zi mana. Baraka bo'lsa olamiz, xudo xohlasa. Yana bir baraka bo'lyapti mana, xudo xohlasa. Men rasm olmay. Olganmiz, baraka qilaveringlar. Soat endi menga qara. Olganmiz. Qaysi moshina so'rayapti aka? Namasi? 22 ekan, namasi top toza ekan mana, xudo xohlasa. Nech pul so'rayapti aka? Nech pul so'rayapti? 62 million 500 mingga. 63 million beryapti akalar mana. Damasimizga. 22 damasimizga mana xudo xolasa 63 million so'rayapti, 62 million 500 taklif qilyapti. 22 damasimiz baraka bo'lyapti, xudo xolasa. O'zingga tomonlar qo'shdi. Nima? Hurmatli kuzatuvchilar, biz kuzatishda davom eting. Sirdaryo mashina bozorini xudo xolasa sizlarga obzor qilib, qisqacha tushuntirib o'tdik, ko'rsatib o'tdik, narxlarini tanishtirib. Biz kuzatishda davom eting, hurmatli kuzatuvchilar. Obuna bo'lish esdan chiqib ketmasin. Sizlarga doimgidek xizmatdamiz. Avtomobillar narxlarini faqat bizga nima orqali Sirdaryo viloyatidagi avtomobil narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqib ketmasin.